2025-yil bo'lsin, kam probegi bo'lsin deganlar uchun 9 ming yurgan BYD Yuan Up topib qo'ydik. Akalar, Inomarka Namanganda kraska holatlari top-toza, endi 9 ming yurgan mashina ideal. Siz qilmoqchi bo'lgan hamma rasxodlar qilib qo'yilgan, qimmat diskalargacha, Michelin ballonlargacha toqib qo'yilgan, salon laminatsiyagacha qilib qo'yilgan. Bu BYD Yuan Up'imiz elektromobil bo'ladi, bilasizlar. Salon holatlari juda ham go'zal, beskulchovoy dasturlargacha bor. Elektropaket o'rindiqlar, bilasizlar, bu BYD Yuan Up'larda panorama tom bo'ladi, multirollari bo'ladi, besprovodniy zaryadkalari bo'ladi, drive mode funksiyalari bo'ladi, skorichalar ham juda ham neobычniy. Mashinamizda kattagina monitori bor. Bemalol ko'rib turibsiz, klip ko'rib, kino ko'rib o'tirsangiz ham bo'ladi. Bu mashinamiz 505 taligi, akalar, salondan $1000 arzoniga siz qilmoqchi bo'lgan hamma rasxodlar qilib qo'ygandan tashqari juda ham zo'r variant. 22500 ga bunaqa BYD Yuan Up'ni Inomarka Namanganda bosib olsangiz bo'ladi. Egalar nomerini pastga qoldiramiz. Agar sizda boshqacha model bo'ladigan bo'lsa, variantga ham qilib beramiz deyaptilar. Faqat o'zingiz uchun bir qor tekshirib olsangiz bo'ladi. Agar mablag'i sal ozroq bo'lib 10 ming, 11 ming atrofida bo'ladigan bo'lsa, variantga ham qilib beramiz deyaptilar. Akalar, bunaqa BYD Yuan Up'larni o'tkazib yubormaslik uchun Inomarka Namanganga a'zo bo'lib, like bosib, yaqin do'stlaringizga, BYD minayotgan do'stlaringizga bu videoni jo'natib qo'ying.